Muftatros, gastros, patsostros hamma yog'i bir 100% tayyor bo'ladi. Go. Shu muddatda agar mototsikl motori muammo qiladimi, boshqa joyi muammo qiladimi, bu bizning bo'ynimizga. Assalomu alaykum mototsikl ishqibozlari. Demak, biz bugun sizlar uchun tayyorlab qo'ygan videomiz hali O'zbekistonda hech kim ko'rsatishga ulgurmagan tema haqida bo'ladi. Buni siz video boshida ko'rganingizdek, O'zbekistonda eng katta brendlar, ya'ni Lochin brendining zavodiga keldik. Aynan ushbu zavod juda katta hisoblanadi. O'zbekistondagi yetakchi eng katta zavod hisoblanadi. Demak, ushbu zavod qay tartibda ishlashi, kuniga necha mahsulot va qaysi davlatlarga eksport qilishi, O'zbekistonning qaysi viloyatlariga chiqarilishi, qanday texnikalar chiqarilishi haqida sizlar uchun video tayyorladik. Qani unda ketdik. Demak, mana zavodda hovlisiga kirib oldik. Ko'rishingiz mumkin, barcha assortimentlardan bitta-bitta chiqartirib qo'yishgan ekan. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Demak, bu Lochin zavodi. Zavod haqida bizga ma'lumot bersangiz. Bizning zavodimizga 60 ga yaqin mahsulot ishlab chiqariladi. Bu silindrli, silindersiz, vilkasi har xil, borti har xil, kabinali, kabinasiz. 60 xildan ortiq assortimentimiz bor. Shu hozirda nalishida turganimiz, masalan, bu ko'rgazmaga turgan zalimiz, zalimiz remont bo'lyapti hozir. Hozirda maydonda turibdi hammasi. Shular ishlab chiqariladi. Bu yoqda kubi 150 kubdan boshlab 200, 210, 300 kubalik mototsikillarimiz bor, 320 kublik mototsikillarimiz bor, injektorlarlik motorlarimiz bor. Har xil assortimentlar bor. Deylik 150 kubdan 320 kubgacha o'zini ichiga oladigan injektorlik motorlarimiz bor, toklik, muraviylarimiz bor. Tokli mototsikillar ham bor, a? Demak, xizmatlarimiz bor. Demak, zavod necha yildan buyon faoliyat yuritib kelmoqda? Zavodimiz 2018-yildan beri faoliyat olib boryapti. 2018-yildan beri faoliyat. Deylik, yillik ishlab chiqarishi nimadir ma'lumot berib? 30 mingtadan ko'proq ishlab chiqaradi. Yillik ishlab chiqarish hajmi 30 mingdan ortiqni tashkil etadi. 100 tada. Kunlik 100 ta, o'rtacha 100 tani tashkil etadi. Faqat shanba kuni 40 tadan 50 tagacha chiqadi. Deylik, выходной kunlarda shuncha kamayadi. Ko'rishingiz, zavod umumiy maydoni qanchani tashkil? Zavodimizning umumiy maydoni hozir ishlab turgan joyi 10 gektar. Hozirgi ishlab turgan joyi 10 gektar. 10 gektar. Yana hozir stroyka maydonimiz bor. Stroyka yana 10 gektar qo'shiladi. Yaqinda bizdan zavodimizga 10 gektar qo'shiladi. Yana 10 gektar. Ya'ni kengayish bo'lyapti hozir, xudo xolasa. Demak, bu xudo xolasa yangilik. Agar nasib qilsa, keyingi nimalarda? Bizda bu oyda yangilik bor, katta yangilik. Bu oyda hammasini e'lon qilamiz. YouTube'da, Instagram'da, televizorga e'lon qilamiz. Bu juda katta yangilik. O'zbekistonda hali bunaqanisi bo'lmagan, bunaqa muraviy ham chiqmagan. Bunaqa holat ham bo'lmagan. Noodatiy mototsikl ishlab chiqaramiz. Bu albatta sir. Bir oydan keyin xudo xolasa nasib bo'lsa, bo'ladi. Ko'rib o'tamiz. Xo'p, akajon rahmat. Demak, endi zavodni bir boshdan aylanib ko'rsak. Keling akajon. Bizning zavodimiz Lochin mototsikllarni ishlab chiqarish jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Birinchi etapda bizada eng asosiy, eng mustahkam bo'lishi kerak bo'lgan qism ishlab chiqariladi. Bu ishlab chiqarish jarayonida bizada robotlarimiz ishlaydi. Birinchi etapda bizada vtulka, uporniy держатель deyiladi, 50-50 profildan foydalanadi. Mana shu holatda svarka, payvandash jarayoni mana shu holatga kelib, sudana holatda ishlab chiqariladi. Buni robotda qilishimizdan maqsad robotlarimiz odamni, insonni mehnat kuchiga nisbatan robotimiz juda ham mustahkam ishlab chiqaradi. Nimagaki buni o'zini normativlari bor. Har bitta detalni, har bitta metalni o'zini qalinligiga qarab yoki masalan garajkatni va холодникатni degan nimalari bor. Shunga qarab turib, o'zini normativlariga bo'ysungan holatda ishlaydi bu. Shuni hisobiga bu juda ham mustahkam chiqadi va robotimizni ishlash jarayoni bizda juda ham tez ishlab chiqaradi. То есть aytaylik, masalan, bir kishi, bitta ish xodim ishlab chiqaradigan narsani 10-12 baravariga ko'paytirib, tezroq
Deylik bir amalga kunda oshirib bitta xodim 10 ta yasasa, robot 100 ta yo 120 ta yasab oladi. Hozir qarangda, mana masalan 3 ta qolipimiz qo'yilgan, har bitta qolipni o'zini ishlab chiqaradigan detallari bor. Masalan, bu birinchi qolipimiz, ikkinchi, uchinchi qolipimiz. Har bitta qolipdan 100 tadan chiqqanda 3 ta detal chiqadi. Bu degani 100 komplekt spokойно, masalan, normal holatda 100 komplekt chiqarib beriladi. Ha, norma holat. Bitta robotimiz 100 komplekt normal holatda chiqarib beriladi. Bu aynan ramani payvandlash qismining birinchi qismi. Birinchi eng asosiy qismi hisoblanadi. Eng asosiy qismi. Keyingi bosqichlarni ham ko'rib o'tsak. Keyingi bosqichimizda, masalan, yarim tayyor ishlab chiqarilgan mahsulotlarimiz qoliplarga kelib tushadi. Ha, mazkur qoliplarga. Ha. Masalan, bu ikkinchi etap hisoblanadi. Ikkinchi etapimizda ushbu qolipimizda boyagi robotda chiqqan birinchi ishlab chiqarilgan detal keltirib qo'yilgandan keyin ish jarayoni davom etishni boshlaydi. Ish jarayonida bizga kerakli razmerda, kerakli graduslarda qayrilgan, buklangan profillarimiz bor. Bu ham stanokda qilinadi. Buni inson qo'li bilan emas, hammasini stanok boshqaradi. Faqat bizda bu narsani payvandlab, hammasini o'z joy-joyiga qo'yib ishlab chiqariladi. Aytaylik, masalan, shu 80 ga 40 profilimiz tavsiya hisoblanadi. Buni bukish uchun stanokdan foydalaniladi. Masalan, o'ziga kerakli graduslarda bukiladi va qolipimizga tashaladi. Har bitta detalimiz, bu yerda hamma detalimiz bitta qolip, mana shu bitta qolipga kelib tushadi. Bunga prixvatka, payvandlash jarayonida prixvatka qilib beradi, keyingi o'sha nimalarga o'tib ketaveradi, qoliplarga. Keyingi bosqichlarga o'tib ketaveradi. Demak, aynan ushbu qolipdan tayyor bo'lgan asosiy qolipimiz shu hisoblanadi. Asosiy qolip shu. Eng asosiy. Tayyor bo'lgan holatda ushbu holatda chiqadi. Ha. Bu ham yarim tayyor hisoblanadi. Buni ham keyin kerakli joylarini payvandlab chiqadi, to'ldirib payvandlab chiqadi. Hamma joyini to'ldirib, mana bu stiklarni hammasini to'ldirib, hozir bu perixvatkada turibdi. Keyin ishchilarimiz mana bu joylarni hammasini payvandlab to'ldirib chiqadi. Ha, to'ldirib chiqadi keyingi bosqichda. Keyingi bosqichda. Ha. Demak, navbatma-navbat bosqich payvandlash xonasi. Bitta tayyor roman tayyorlanglar. Ushbu qolipimizda ham quyidagi ko'rsatgan asosiy qolipga yetkazib beruvchi hisoblanadi, ya'ni orqa qismi ishlab chiqariladi. Bu qolip. Ramaning orqa qismi. Har bitta qolipda bittadan yoki ikkitadan ishchi xodim ishlaydi. Har bitta ramaga, qolipga ikkitadan ishchi. Bittadan yoki ikkitadan. Ikkitadan. Endi bularni normasiga qarab bittadan yoki ikkitadan ishchi qo'yiladi. Bu orqa qismini ishlab chiqaradi. Bu orqa qismini ishlab chiqarish jarayonida bizga tostostenli profillardan ishlatiladi. Kuniga o'zi nechta rama ishlab chiqariladi? Kuniga o'rtacha hisobda 90 dan 100 ta, maksimal holatda 130 ta, 120 tagacha ishlab chiqariladi. 130 tagacha ishlab chiqarilar ekan rama. Maksimal holatda shuncha. Bu aynan ramalarning orqa qismini yasash. Orqa qismini yasash. Buni ham masalan har bitta pozitsiyasi, masalan bitta shu qolipimizda o'zi masalan aytaylik 30 xil, 36 xil rama bo'lsa, shuni teng yarmini bitta qolip chiqarib biladi. Aytmoqchi bo'lganim, har xil razmerdagi ramalarni yarmini chiqarib berish qobiliyatiga ega. Zakazga qarab, zaявкаga qarab ishlab chiqarib beradi. Demak, keyingi bosqichga o'tsak. Keyingi bosqichimizda bizada hozir ko'rsatib o'tamiz. Silliqlash jarayoni ketadi. Silliqlash jarayoni mana masalan shlifovka holati deyiladi. Masalan, aytaylik, ana bu hozir kraskaga jo'natyapti bu joyda. Mana bu shlaglari bo'ladi, boyagi uchqunlari uchgan joylari bo'ladi yoki bo'lmasam stiklari sal noto'g'ri chiqqan joylari bo'ladi. Shuni silliqlab, tekislab jo'natadi. Mana bu holatda bo'ladi, mana qarang. Silliqlab, tekislab chiqaradi. Keyin bu jarayonda faqat silliqlash jarayoni. Bunda ham bu yerda ham bir kishi ishlaydi. Va kunlik chiqarilgan ramalarning hammasini bir kishi bemalol silliqlab, bu yoqda hozir chiqarishi mumkin. Tozalash jarayoni bor, uni ham ko'rsatib o'tamiz. Tozalash jarayoniga yuboradi.
Boshqa ko'rtinaydi. Boyaga kirib ketgan holatda dizaynerlar hisoblari bo'ldi. Ana qo'llangandan keyin mana shu holatga keladi. Biron joyda bir ortiqcha kir, hech qanaqa nimasi zanglagan joylar metallni o'zini asl holatiga olib keladi. Buklash jarayoni amalga oshiriladi. Kerakli razmerdagi idishlarimizni xohlagan gradusda yoki xohlagan razmerimizda buklab o'zining graduslariga keltirib tayyorlab beradi. Ushbu stanogimizda burada disklarni kesish jarayoni olib boriladi. Bu stanogimiz har bitta detalni kerakli razmerda kesib beradi va shtampovkaga yoziladi. Ha, shtampovka. Zagotovka qilib beradi. Mana ramamiz tayyor bo'ldi va ushbu yig'ish xonasiga olib kiriladi. Tayyor rama bu. Bizga tayyorlanib kelgan rama. Bu yoqda most va resorlarni yig'ish jarayoni. Ha, resorlarni yig'ish. Mostga resorni qotiriladi, balonni qotiradi va konvert ustiga o'zi ramani qotiradi. Ramadan keyin vilka jarayoni bo'ladi. Vilka qotiriladi, oldin vilkasi. Ha, demak ushbu vilkalar qotiriladi shu yoqda. Birinchi jarayon. Ikkinchi jarayon yuriladi yana ham. Konvert yurib kelaveradi. Ikkinchi jarayonda motor qo'yishni boshlaydi. Ha, mana yig'ilgan holi masalan hozir yig'ilgan tayyor. Amortizatorlari, orqa mosti, resorlari, vtulkalari qo'yiladi. Keyin motor qo'yiladi. Motor jarayoni. Motor qo'yilgandan keyin yana konveyer yurishni boshlaydi. Elektr jihozlari qo'yishni boshlanadi. Kabellari, karburatorlari qo'yiladi. Bir boshdan qo'yib ketaveradi. O'zaro bosqichma-bosqich. O'zaro bosqichma-bosqich hammasi ketadi-da buni. Mana kabellarni qo'yish boshlayapti. Hamma narsa bir boshdan yig'ilib ketadi. Hozirda video olish maqsadida ustalarimiz kamroq va bular ko'payadi, tez bo'ladi bular hammasi. Ha, o'zi jarayon tezlashadi. Orqa signallarni hammasi yana bu tayyor o'zi. Montaj kabellari, montaj kabel qo'yilgan. Montaj kabellari qo'yilgan, akkumulyatorlar qo'yilgan, karburatorlari qo'yilgan, hamma narsasi qo'yilgan. Mabina narsalari qo'yiladi. Yana oldinga qarab yurishni boshlaydi. Oldinga qarab yurishga boshlagandan keyin rul qo'yiladi, pukulchatorlar qo'yiladi, hamma narsasi bir boshdan yig'ilishni boshlanadi. Ha, boshqa ehtiyot qismlari. Boshqa ehtiyot qismlarini qo'yish boshlanadi. Mana o'zi komplekt bo'lib ketaveradi-da, shu asnoda yig'ishni boshlanadi. Bosqichma-bosqich hammasi davom etadi-da bu yoqda. Mana tormozlari taxlangan, tormozlari yo'q. Tormozlari qo'yilgan. Yo'q, bu yerda bu bosqichda tormozlar. Tormozlar hammasi yetislik bizda. Mana panejni perdachilari, rullari hammasi bosqichma-bosqich chiroyli holda kelib, oxirida shu mototsiklimiz tayyor holda konveyerdan tushib ketishi kerak. Ha. Oxirida mana kelyapti. Bosqichma-bosqich. Mana bu ham olichala. Oxirida tablolar o'rnatilgan. Hamma yo'q toza, tayyor mahsulot. Yarim tayyor mahsulot. Только bortlar qo'yish kerak. Tamom. Konveyerdan oldinga yurishni boshladik hozir, qolgan joylari ham yig'iladi, polni hammasi. Mufta tros, gaz tros, patsos tros, hamma yog'i bir 100% tayyor bo'ladi. Bort keyin shu bilan keyin bortga qarab yuradi. Bort yig'ish jarayoniga. U yoqda bo'ladi asosan. Ha, pastga tushadi, bort yig'ish jarayoniga boshqasiga qarab yuriladi mototsiklar hammasi. Demak, aynan ushbu xonamizda motorlar va boshqa mototsikl qismlarini tekshiruv xonasi bu. Tekshiruv xona. Bizda har bitta mototsiklga o'rnatiladigan motor yangi holida birinchi test qilinadi. Testdan o'tadi. Bir marta yog' almashadi va bu mototsiklar hammasi sotish jarayoniga tayyorlanadi keyin. Test qilinmasdan yangi motorni qo'yib bermaymiz. Birinchi testdan o'tkazamiz motorni. Dvigatel test holdan o'tadi yangiligicha. Hamma yog'i porshon, kolsa, ichidagi vallari, ovozi, stuk holi, boshqa narsasini birinchi testdan o'tkaziladi, keyin mototsiklga qo'yiladi.
Bu shu uchun bizda Lochi mototsikllarimiz motoridan hech qanaqa biz hozircha nimalar tushgani yo'q-da. Muammo bo'lgani yo'q. Birinchi, 100% test bo'linadi, keyin qo'yiladi Libointda motorimiz. Demak, ko'rishingiz mumkin, mana deylik ushbu qurilmaga qo'yiladi motor. Mana ko'rishingiz mumkin, speedometrlar bor. Toki bir marotaba moy almashmaguncha motorni harakatlantirar ekanlar. Undan keyin moyni almashtirib, ishga yaroqli yo yaroqli emasligini bilgan holatda qo'yilar ekan. Ushbu apparat Shu apparat bu shuni har bir kilometr, necha kilometr yurgani, gradusini o'lchab beradi. Hammasini polni shu apparat kompyuter bilan birinchi ko'riladi. Gradusi, ob-havoni, dengiz iqlimi o'lchalinadi. Bu birinchi motor bilan. Har bir motor bizda havo qanday o'zgaradi, havo o'zgarishiga qarab kuchli bosim beriladi, past bosim beriladi, motor nagruskasini tekshiriladi-da. deylik ushbu nimalar uстановка qilinadi, har bitta motor o'rnatib beramiz keyin. Testdan o'tkazgandan keyin o'tmasa agar u brak holiga chiqadi. Brak mototsiklimiz motori bizdan 1000 tadan bittaga chiqishi mumkin. Shu ham redka chiqadi-da, kamroq bizda bu. Har biram lekin tekshirib berasizlar. 100% tekshirmasdan qurmaymiz bironta motorni. Shletlarni nima yo'qotmaslik uchun shunday tekshirib berar ekansizlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Demak, mana siz boya aytib o'tdingiz, servisimiz bor deb, boshqa viloyatlarga borib qilib beramiz dedingiz. Ushbu haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Bizda servis mashinasi bor, bir emas, naqd 3 ta mashinamiz bor. 3 ta servis ustalarimiz bor, mutaxassislar. Garantiya vaqtiga, masalan, yoki 1000 kilometr yoki 2 oy garantiya berganda biz mototsiklarga. Shu jarayonda, shu muddatda agar mototsikl motori muammo qiladimi, boshqa joyi muammo qiladimi, bu bizning bo'ynimizga. Bizning nomer telefonlarimiz bor, emaillarimiz bor, hamma muammo emas. Kim bizdan oladimi, dillerdan oladimi, O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatda qaysi biridan oladi? Uni ham farqi yo'q. Lochin mototsiklmi? Lochin brend bo'lsa bo'ldi. Berasiz. Muammo emas. Deylik dillerdan oldinmi, boshqa birovdan oldinmi, farqi yo'q. O'sha garantiya bo'lsa qilib berasiz. Uni hammasini ustalarimiz boradi, joyiga joy tuzatib emas, yangi narsani qo'yadi, taxlab klientimizni rozi qilib qaytib keladi. Deylik, shuncha narsani sizlar garantiya muddatida va'da bera olasizlar. Va'da beramiz. Bu va'dani buzmaymiz, chunki biz birinchi kun ishlamayapmiz. Bu bizani klientimiz Xudoga shukr O'zbekiston bo'ylab ko'p, juda ko'p. 6 yildan Tojikistonda ham biz mototsikl eksport qilamiz. Tojikistonda buzilsa ham borib taxlab keladi bizning mutaxassislar. Demak, nafaqat O'zbekiston, Tojikistonda ham buzilsa ham borib servis xizmatiga kelasizlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana demak, aynan ushbu brenddan siz qo'rqmasdan mototsikl olsangiz bo'ladi. Mana yaqqol isbot tarzida mana ko'rishingiz mumkin, servis mashinalarini tashkil qilib qo'yilgan. Mana bu yerda orqa tomonda to'xtatib ko'rishingiz mumkin, nomerlari bor.